10 ayının 19 günü Zarafşan Naylik Cemaat Xavfsizlik İdarəsinin alayda dilo işleş görüpsü, Qağılıq Nayısının pasildiki Cili Yüz maza körigide Abbas guruhidan əmdili qutulub çıkan Talib Baratni qo'lga oldi. Onun ixro qilishicha Abbas Shizang tarafga qarab qochmoqchi bo'lgan. Hozir endi 6 odam bo'lib, birisi ayol ekan. Ularda 6 dona tapancha, 2 dona miltiq, o'zi yasab olgan 1 dona qora miltiq, 200 pay o'q, yana yerlik usulda yasagan nurg'un granat, 3 dona qilich borligi ma'lum bo'ldi. Ular qochish jarayonida odamlarni ko'paytirish ehtimolligi nazarga ilindi. Qo'mondonlik o'rni Abbasning Shizangga qochish ehtimolligi cho'ng emas. U yerda ularga yashash sharoiti yo'q. Abbas ehtimal Qağılıq Nayisiga berib, ondan g'arbga Koinlon teg'iga kirib, yerlik yo'llar orqali chegirdan yo'shirin o'tib, shu yerdan bormoqchi bo'lgan 3-bir davlatga qochib berishi mumkin deb tahlil qildi. Ayning 28 kuni Abbas qatorliqlar Qağılıq Nayisiga kirdi. Yo'ldan o'tib ketib, Nayning eng chetidagi yaqi kentda o'ltirishliq Sulaymon Qorimning uyiga kirdi. Bu chaqda burun Yavoq yezliq masjidning imomi bo'lgan Imin hoji aksi Sulaymon Qorimning uyida mehmon bo'lib o'tadi. Bu yerda mal boqaman deb yolg'iz turavermasa, bizning qora joylarimiz kengri. Ayolim bilan ikkimiz yolg'iz o'tiramiz. Men o'zini shu yerga olib ketay, ketalar aka. Ukam, men bu yerda qanab qolgan joy. Bu yer tinch. Bundan keyin nishada may chiqadi deydi. May chiqqandan keyin bu yerni ovotlashib, bu yerni shahar aylanib ketadi. O vaqtida sizga kelaman desalar keltirmayman qandoq? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Beni tanımıldama. Tanımadım. Ben Qarabolu men. Sizning tuqqanlari. Bu buvay kim bo'ldi ki? Bu mening enim bo'ladi. Qandaroq avvallar? Zarafshandan kelgan. Bular sizning do'stingizmi? Biz Qashqarga yetib namozga borgandik. Kun kechlab sal Qashqavatimiz. Shuncha bishga yetib ketilimki degandik. Obdan bo'libdi. Oğlum, qizim, Xo'sh dada. ma memaldan boshlab tabaq tayyor qilib, ma tozalab memaldan boshlab. Obdan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, bu sizning yaqin tuqqaningizmi? Yo'q, yaqin tuqqan emas. Yiroq tuqqan. Bugun bu bo'lib qoldi. O'sha yerda qonib qolgan fikr. Bo'pti. Qo'nib qolsam qo'nib qolay.
Biz yana qanchalik mağımız. Qanchalik mağımız? Manzilga yetib bag'ichi mağımız. Bunda mağımız kelmayotganda Biz ya uzoq mağımızsak mağmayman. Nima amalim bor? pushaymon qilyapmiz nima? Ben faqat tushunmadim. Voy. Rostdan pushaymon qilyapmisiz? Pushaymon qilsam nima amalim bor? Oğlum dolgun ve kögüm ketdi. Belki men ko'rolmaydigan o'xshayman. Bo'ldi. Unda bo'lsa, siz qaytib keting. Bundaq ishga asli ayol kishi aralashmasligi kerak. Siz meni kattamsiz. Men endi nega bora olmayman? To'g'ri. Endi bizga qaytish yo'li yo'q. Faqat oldimizga qarab mangishimiz kerak. Oldimizga qarab mangsaqla Allohga bag'onzir yiqilishimiz. Kira? Kira falan. Kira. Çoğun babam odanın ağaç kaçırıp put ağrıp kaptıkken putabı sürüsüyle sakat diyendi. Bolam, necha ish kirdim? 10 yaşka. Isming nima? Necha sinfda o'qiyapsan? İsmim Ekber, 4 yıllık dokuvatma. Kela, men kirib o'tiray. Bolam, kech bo'lib ketdi. Sen chiqib uxlag'in, ha? Bu bola, bak aqlli bola ekan. O'g'lim to'lqinda eslatib qo'ydi. Yerimi kırıp o çokum der. Rabia, biz başkarılıp kaldık. Nes gereklerini çıkıştırıp siz bana eyle. Abbas, siz neymiş ki shundoq ishlarni qilasiz? Yeni kelib yirik balimi bor. Endi men siz bilan hargizmi bilmayman. Mansınız mansız. Mansınız mansız. Bizge endi başka yol yok. Abbas, siz neymiş ki shundoq ish qildingiz? Sizni qandaqmi musulmon değil bo'lsin.
Eminachi ilgari yavog'ida yer osti din maktabi qurib, o'zi bilan imomlikni talashgan Abbosni bir qarabli tonib olgan edi. Ikki nafar vatanparvar diniy zot hayotining xavfga uchrashiga qaramay, kechalab mengib yaqin atrofdagi soqchixonaga ma'lum qildi. Aku doktor. Semaku doktor. Çıralı. Bu yerda bir ayol bor ekan. Bu tarafda odam yo'q. Bu yoqdami yo'q. Shavsha, naq maydonni saqlanglar. Yusuf, men bilaman. Vahşi Abbas Sulaymon qorimning oilasidagilarni o'ltirib o'tib, yerim kechida oldirab tinib Sulaymon qorimning uydan ketib qoldi. Abbasning oshnasi Robiyaning hamda ularga avishib menishga madori qolmagan edi. U o'zini o'ltirib oldimi yoki o'ltirildimi? Buningga yakun chiqarish qiyin. Lekin bir nuqta nihoyatda aniqki, uning o'limi Abbas qatorliqlarning soqchilarga tirik paket qoldirmaganligidan derak beradi. Ayning 29 kuni chegara bo'yidagi qirg'iz chorvachi Bolutko yezisida gumonliq 5 odamning izini sezganligini ma'lum qildi. Abbas qatorliqlar xatarga tavakkul qilib, odamzodsiz rayondan o'tib, qirg'izlar to'plashib o'ltiraqlashgan chegara rayoniga kirdi. Endi ularning chegaradan o'tib chet elga ketish g'arizi to'liq oshkorlandi. GPS sun'iy hamra o'rin belgilash sistemasi orqali yer yuzi ham havoda charla tutish birlashma harakat xodimlari quruqliq havoda stroliq oqtirib tutishni boshladi.
11 ayning 2 kuni saqchilar aqtirib tutish davomida Zarafshan daryosining yuqori eqinida laylab chiqqan bir jasadni bayqadi. Tekshirish orqali o'lguchining Abbas guruhining a'zosi Jasur ekanligi isbotlandi. Uning ajallik yeriga pichoq urilgan edi. U suvga tushib o'lganmi yoki sheriklari o'ltirib, andin daryoga tashlab o'tganmi? Bunisi noma'lum. U o'lishdan burun Abbas guruhi ichida biror ish yuz berganmi qandaq? Ehtimol bu mangu bir sir bo'lib qolishi mumkin. Satırısı. Ya. Bunlardan şuna. Şuna. Yapma. Yok bakacağım. Bizi çiğne başlayalım bir sen. Ne bilmeyi bak. Bilmeyi ne? Bilmesem çiğne mi? Yapma. Hemen daha uyanmaya kadar sayak. Abbas qatarlıqlar bir nafar qirg'iz molchin tutilib, uni yo'l boshlab, o'zlarini chegirga olib borishga qistadi. Biroq ular aşı yo'l boshlig'ichining birlashma mudofaa atritining a'zosi ekanligini, ularni halokat yo'liga boshlab bordiganligini o'ylabmi yetamagan edi. Bizni neye başa bekledin? Hey! Bizni aldaydık adam mı? Ketini çıkartıma koy. Hey Lata! Ne bu? Bizni nereye geldin? Gep kula çığıra nerede? Beni bükün ben andı sıkırıtma gep kula! Beni koyut Allah! Ben etrafı bir karapı kaybıya ne ekeni? Eğer de kolumu şunluk şılgan bulsam, bütün ağızga kırıp taşıyım mı? Kendine yoldan nerede? Kaçtı! Kaçtı! Attı! Uçkına! Abbaska! Qara! Qirg'iz xalq askarlari Kekiyazda Abbas qatarliqlarni bayqab, darhol belgi o'q atdi. Kökü itilgan belgi o'qlari Abbas qatarliq terrorchi jinoyatchilarning ajal kunning yaqinlashganligini jakoladi. Başla, qarang, belgi o'qing. Kekiyaz tarafda itilgan o'xshaydi. Tez ayda.
Abbas! Sizlar qo'rshal qildinglar. Sizlarga faqat bir lam chiqish yo'li. Qurolni tashlab, taslim bo'linglar. Hava! Abbas! Qurol tashlab chiq! Sening faqat bir yo'ling bor. Qurol tashlab chiq! Aytinglar. Gömülüp de ayak orada. 11 ayning 17 kuni johillik qilib qarshilik ko'rsatgan Abbas ham uning sheriklari tegishlik jajisini yedi. Biroq mazkur deloda ko'ringan heliqi sirliq odam bu qatimki qorshab tutishdan qutulib qoldi. Abbas terörlük guruhi yok qildi. Türlük amillar tufayli bizning terrorchi unsurlar bilan bo'lgan ko'rishimiz yanada uzoq muddatlik ham murakkab bo'ldi. Biroq g'alaba cho'qim vatanga, haqqoniyatchi oq ko'ngil xalqimizga mansub bo'ldi. Xalq bilan dushmanlashgan, o'zini chog'lamay qonunga jang e'lon qilgan barliq odamlar hamon halokatlik taqdiridan qutulolmaydi.不了死。